Agar ingliz tilini noldan boshlamoqchi bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Bugun ingliz tilidagi eng muhim fe'lni o'rganamiz va bu siz umuman gap tuza olmaysiz. Demak, boshladik. Assalomu alaykum do'stlar, ismim G'ayrat va siz mening YouTube kanalimdasiz va bu English noldan kursining birinchi darsi. Har hafta yangi dars va har bir dars uchun alohida mashqlar to'plami mavjud va ushbu mashqlar to'plamini Telegramda G'ayrat Xoldarov kanalidan yuklab olishingiz mumkin albatta. Mutlaqo bepul. Video ostida ushbu havolani qoldiraman. Foydalansangiz bo'ladi. Albatta video oxirida. O'zbek tilida biz aytamiz: men o'qituvchiman. U shifokordir. Aynan xuddi o'sha man va dir qo'shimchalari bu ingliz tilida am, is, are fe'llariga to'g'ri keladi. I am a doctor misol uchun. I am a doctor. I am a doctor. Ya'ni men shifokorman degan ma'noda. Misol uchun mana I am a doctor. Bu yerda doctor shifokor, men degani shifokor degani shifokormandagi o'sha man qo'shimchasi. I am a doctor. I am a doctor. He, she, it. Bu hammasi uchalasi ham u degan ma'noni bildiradi. Bunga ham aniq bitta mavzuyimiz bor, unga ham to'xtalamiz. Hozir bularni u deb o'rganib ketsak bo'ladi. He, she, it u degani, ya'ni u uchinchi shaxs. U. He is a teacher. He is a teacher. He is a teacher. U o'qituvchi. U o'qituvchi. Ya'ni biz o'zbek tilimizda u o'qituvchidir degan ma'nodagi mana bu dir qo'shimchasi. He is a teacher. U o'qituvchidir. U o'qituvchidir. He is a teacher. Yoki mana bu he o'rniga bulardan foydalansak bo'ladi. She is a teacher. She is a teacher. U ayol, o'qituvchi. It is a teacher. It is a teacher. Bulardan foydalansak bo'ladi. Aynan buning o'rniga. Va keyingisi. You, we, they. Bular ko'plikka moslanadi. You siz degani, we biz degani, they ular degani. Shu sababli biz bularni bitta joyga jamladik. Ko'p odamlarga nisbatan ishlatsak bo'ladi. Misol uchun endi they are friends. They are friends. Ular do'stlardir. Ular do'stlardir. Ular do'stlardir. Ular do'stlar. They are friends. Mana buni ishlatdik. Are qo'ydik. We are friends. Biz do'stlarmiz. We are friends. You are friends. Sizlar do'stlarsiz. You are friends. Xuddi shunaqa holatda foydalansak bo'ladi. Ko'pchilik am is are da adashtirib qo'yadi va buni eng oson usullaridan biri siz hozir tushunib olasiz. Xo'p, e'tibor bering. Uy. Uy. Bunda am yashaydi. Bu amning uyi. Am uyda faqatgina I bor. U yolg'iz. U yolg'iz. I am. I'ga nisbatan faqat am ishlatadi degani. I am a doctor. Endiroqda ko'rganimizdek I am a doctor. Keyingisida is yashaydi. Am bu yerda I bilan yashayapti. Is bu yerda he bilan yashaydi. Bu o'zi emas. Bu she bilan yashaydi. Bu ham o'zi emas. Bu it bilan yashaydi. Ya'ni bular uchalasi isni uyda yashaydi. He is, she is, it is. Bular hammasi bitta uyda yashaydi. I bitta o'zi yolg'iz yashaydi. Bu uchalasi yashaydi. Keyingisi are. Are'ni uyida ham 3 kishi bor. Ya'ni you yashaydi, they yashaydi va we bor. Bular hammasi bitta are'ning uyida yashaydi. 3 kishi bitta uyda, 1 kishi o'zi yolg'iz yashayapti. 3 kishi yana bitta uyda. I am, he is, she is, it is. Bular uchasi bitta. You are, they are, we are. Bularning uchalasi ham bitta uyda yashaydi.
Ya'ni gap tuzayotganimizda I ga am'dan, you with they'ga are'dan, he she'ga nisbatan is'dan foydalanamiz. Juda ko'pchilik xato qiladi. He are my friend. He are my friend. U mening do'stim demoqchi bo'ladi-yu, lekin are'dan foydalanib qo'yadi. Esingizda bo'lsa, he, she, it kimning uyida yashar edi? U isning uyida yashar edi. Shu sababli biz nima deyishimiz kerak? He is my friend. He is my friend. U mening do'stim. Bularga e'tibor bermang, albatta bu mavzularga ham qaytamiz. He is my friend. Ya'ni u mening do'stim. Albatta biz is'dan foydalanishimiz kerak. Are'dan emas. Bu xato bo'ladi. Endi esa o'yin o'ynaymiz va o'tilgan mavzu bo'yicha sizga savol beraman. Videoni pauza qilasiz va savolga javob berasiz. Tushunarliga? Demak, boshladik. I a student. I a student. Xo'sh. Am to'g'ri topdingiz-a? Keyingisi she beautiful. She beautiful. Bunisi is. Barakalla. We from Uzbekistan. We from Uzbekistan. To'g'ri javob are. We are from Uzbekistan. We are from Uzbekistan. Mavzu yana ham tushunarli bo'lishi uchun 15 ta savoldan iborat men PDF tayyorlab qo'yganman, mutlaqo bepul. Siz bemalol unda javoblari ham bor. Telegramdan G'ayrat Xoldari deb qidirsangiz bu albatta bo'ladi yoki videoni ostida linkini qoldirib qo'yaman. Bemalol u yerga o'tib, o'sha PDFdagi savollarga javob berib, o'z ustingizda ishlab ushbu mavzuni mustahkamlab olsangiz bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling. Aytgandek, obuna bo'lishni unutmang. Bo'lmasa, keyingi videolarni o'tkazib yuborishingiz mumkin.